Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 11-oyning 15-kuni shanba. 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videoni hozir boshlayman. Bugun jami 4 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. Necha kunning oldida, 11-oyning 12-kuni bizniki 2 qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetiniki qurilgan kuni bo'ldi. Oldi bilan barliq qarindoshlarni shu munosabat bilan qizg'in tabriklayman, muborak bo'lsin. Shu kuni dunyoniki nurg'un yerlardagi Uyg'urlar shu Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatlarini o'tkazdi. Uyg'ur ro'yi davomlashyotdi. Hozir garchi vatanniki ahvoli kundan-kunga nacharlashib ketayotgan bo'lsa-mu, chet eldagi Uyg'urlar Uyg'urlik ro'yini joriy qildirib, Uyg'urniki mavjudligini davomli namoyon qilib menyotdi. Men shu kun oldida shu munosabat bilan faoliyat o'tkazgan barliq tashkilot va qarindoshlarni qizg'in tabriklayman, ularga rahmat aytaman. Yana bir xabar, 11-oyning 3-kuni Uyg'ur Project Fondi chiqarayotgan Uyg'urlar tor jurnalniki 68 soni to'g'ri chiqarildi. Men qarindoshlardan bo'lsa uni o'zlarini foydalanib, yana taqdim qo'shinglarni umid qilaman. Burunqidaklar bunga nihoyatda ko'p ajr singdirilyotdi. Masalan, rasmni ko'rsatib qo'yay. Bu 68 sonidagi muqovasi. Bo'lsa undan obdan foydalangan esli mazmunlar bor. Ondan keyin tunögün bugun 11-oyning 14, 15 kunlari dunyodagi har qaysi joylardagi Uyg'ur xonim qizlar birlinga jam bo'lib bir faoliyat o'tkazyapti. Bu faoliyatning ismi Xalqaro Uyg'ur ayollar dialogi degan faoliyat. Buni Uyg'urlar harakati tashkiloti bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi birlikda o'tkazdi. Ehtimol uniki bir qism xabar rasmini ko'rdinglar. Bu faoliyat bugun oxirlashdi ekan, menimcha oxirlashib bo'ldi. Bizniki Kaliforniyada hozir shanba kuni etigan bo'ldi, 15-sila. Birida hozir kashf bo'ldi u yerda. Bu boshqa bir faoliyat tugagan bo'lishi mumkin. Men shu munosabat bilan kishilik Uyg'ur harakati tashkiloti va Dunyo Uyg'ur qurultiyini qizg'in tabriklayman. Bu faoliyatga kelib qatnashgan barliq xonim qizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shu faoliyat jarayonida bir shu 80 dan ortiq Uyg'ur tashkilotlari va ko'plagan Uyg'ur faoliyatchilarining nomi bilan Uyg'ur ayollar huquqi va erkinlik kitobnomasi degan bir kitobnoma dunyoga e'lon qilindi. Bu munoyati muhim ish hozirgi vaziyatda. Bu ishga ajrsin degan barliq qarindoshlarga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. 11-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyidan Tokioga kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki rahbarlari bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyati birlikda Yaponiyaniki parlament binosida Uyg'ur parlament do'stlik guruhi bilan yig'inashdi. Yig'inda Uyg'urlarning Yaponiya hukumati va Uyg'ur parlament do'stlik guruhiga minnatdorligini bildirish bilan birga Yaponiya hukumatiga talab xat topshirdi. Yig'inga do'stlik guruhining raisi Furuya Apandi qatnashdi. Shu Furuya Apandi qatorliq 30 dan ortiq parlament a'zolari qatnashdi. Bu bir nihoyatda ahamiyatli faoliyat bo'ldi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatidagi qarindoshlar yaqinqi yillardan buyon, vaqtlardan buyon to'xtamay har xil faoliyatlarni qilyotdi. Hozir chet eldagi Uyg'urlarniki tashkilotlar ichida Yaponiya Uyg'ur jamiyati nihoyatda kuchli darajada faoliyat olib boryapti. Meniki bu qarindoshlarga nihoyatda chuqur minnatdorligim bor. Ondan keyin yaqinda chiqqan yana bir xabar, Shveysariyadagi qarindoshimiz, do'stimiz Abdushukur Abdurashidniki tarjima qilishi va boshqa bir qancha qarindoshlarniki tahrirlash va boshqa ishlarni qilishi bilan Yahudi davlati degan bir donliq kitob Uyg'urcha tarjima qilinib e'lon qilindi. Bu tor kitobining PDF nusxasini tordan tushirib ko'rib bo'ladi.
men uni şu videoniki aslında ulanmasını ulap çıkarıp koyman bu PDF kitapniki. Boz o'qib beqinglar. Men bu kitapniki inglizcesini bundan 15 yil burun o'qigan. Uyg'urlar uchun yavlardan o'rgangan nurg'un narsalar bor. Bo'libmi davlat qurish, qo'ldan ketkazib qo'ygan davlatni asliga keltirish jihatda ularniki tajribalari intayin qimmatlik. Madamniki mush kitobi ayni vaqtda Yahudi davlatining asliga keltirilishida intayin muhim rol o'ynagan. Mush kitobda ilgari surilgan ideologiyalar. Şuna qızqadan qardaşlar o'qib baxsanlar bo'ladi. Abdurashid inimizga ko'pdan ko'p rahmat uning ajriga. Undan boshqa avlodlar guruhi yaqinda Turg'un Almas akimizniki Uyg'urlar degan kitobini ovozli kitob qilib to'g'ri chiqaribdi hozir. Uni to'g'ridan anglab bo'ldi ekan. Men aşniki aş avazlı kitapniki to'g'ri ulanishimi shu videoni ostiga chiqarib qo'yman. Bo'lsa undan mubdan foydalaninglar. Avlodlar guruhiga ko'p rahmat. Endi vatandan yana to'xtamay videolar kelyotdi. Vatanda kelgan bir qism videolarni ko'rish intayin tas hozir. Odamniki yurga izlab ketadi. Ashta bo'lsin men sizlarga bir nechtasini ko'rsatib qo'yay. Başçıq tayarlamadım, sebebini mi desanlar, üzem bu qiynatyapti menda narsani ko'rishga. Bugungi videolarchada bir iri turmaga kirib o'lib ketgan qizningki pig'oni bor bir videoda. Yamir xabarda 33 yoshlik bir Shinxoliq erniga yo'qolib ketganligi haqida. Bu yil 7-yil yo'qolib ketib, hozirga qadar topilmabdi, 33 yosh ekan. Bunda kishilarniki bir ehtimolligi ularni Xitoylar o'g'irlab, bu odamlarni uning ish asosini setib pul topadigan ish. Bunday ish hozir Xitoyda internet vahshiy bo'lyotdi. Uyg'urlar yo'qolib ketsa, meniki darhallam shu ishlar qallamga keladi. Ondan yerlik kadrlarniki dehqonlarni bozaq qilishi bo'libmi, ularniki uylarini bir ishlarni bahona qilib chekib o'tib, unga hech qanday to'lamay, ashna bilan dehqonlarni vayron qilib o'tish. Bunda ishlar to'liq ko'rilyapti yaqinda mashaqtimi videolar kelyapti. Aniki yana bir videoda apski sel dadisi uzun muddat yo'qolib ketgan ekan, sulangan bir qiz o'quvchi haqidagi videoni men uzoq qo'yib o'zini bevos anglab berganlar. Aniki bozorga Uyg'urlarniki bozorga kirishidagi ahvollar, Uyg'urlar bozorlarga erkin oldi kirib chiqolmaydi ekan. İşte kimlik teşvirilgan bo'lgancha uzun ücret bo'lib ketgan ahvol bor ekan. Andaki yana bir videoda bir sulaqdagi ayollar, andaki videosini ko'rdim. U qandaq sulaq, qandaq o'rin ayollarni sulab qo'ygan, uni bilib bo'lmaydi. Uni qisqa ko'rsatib qo'yaman. Andaki yana birisida Urumchida qor yig'ibdi. Shu mustaq narsani ko'rsatib qo'yay. Qisqachalam. Ha, do'stlar, yaxshimisizlar? Men bu do'yinda 22 yoshda Sayjun o'shanda o'qiyotgan bir singlimiz to'g'risida yordam so'rab chiqib qoldim. Sizlar bu qizning 2 yillik qatdiki, hozir o'qishga pul yo'q. Hatto poyezdga bilet oladigan pul yo'q. Bu qizning dadasi uzun yillik birga ketganki, opsi ig'ir og'riqchanki, hozir bularning qanchalik turmushda qiynayotganini deb bilsam sizlar tasavvur qilolmaysizlar. Hozir iqtisodning chekinib ketdi, bozorlar bo'shab ketdi. Hozir turmushda qiynayotgan odamlar bekchib ur tug'an bilan bularning dardini sizlar o'qimaysizlar. Men saysityapman. Hozirim yaxshi qaysi kuni bir ayol ag'lab tunga jangdo pangdolar tashib etgandim. Ashun chervitni ayilib bir chiqib berib qolgandim o'shaga. Nima qilyapsiz? Yeyman deb ko'rdingmi? Mau haqi deb bersa ishonmaydigan gap. Bo'ldi, men hozirlik say beray deb sayladim, berdim. Manda turmush qiynayotganlar bor. Turmush Mau ayollar hammasini kiyim o'xshashgan bir rishakning ichida turdi, qaraganda sulaqda turganda qildi. Mana bu qanday ya bilmay qoldim.
Ürünçüde azırak kar yağdı. Температура 0,3'ten 0,8 градус. Алтайда hava bulutlu. Температура 0,10'dan 0,8 градус. Vatan haqidagi videoni shunday ko'rsatay. Vatan degandek bek perişan ishlar bek jiq. Bugun so'zlaydigan 3-chi mazmun yaqinqi texnologiyaniki taraqqiyoti haqida bo'ladi. Yaqinda bu Tesla shirkatiniki qurg'uvchisi SpaceX'ning necha shirkati bor, 5 ta shirkati bor, Elon Musk bir suhbatda bir qancha muhim narsani o'tirib qo'ydi. Bularning hammasi dunyo bundan qaysi tarafga taraqqiy qiladi, qanday ishlar yuz beradi keyingi 10 yil ichida degan mazmunlarda buni men qisqacha sizlarga deb o'tib ketay, xabardor bo'lib qolinglar. U 8 narsani o'tirib qo'ydi Elon Musk. Uning birisi Universal Personal Robot, universal shaxsiy mashina odam. Buni o'tganda sizlarga ozroq degan, hozir shu Elon Musk mana oilada ishlatadigan mashina odamni yasayotdi. U ancha qimmat bo'lmaydi uniki deyishcha, ehtimol uniki birsi 20 ming atrofida bo'lishi mumkin. Bu mashina uydagi nurg'un ishlarni qila oladi. Tozalash, choy qaynatish, tomoqni uyitib qo'ysa itamdikan ish qilib uydagi nurg'un ishlarni qiladigan. Hozir bir qism kishilarning uyda yordamlashigan odam bor, shuning rolini butunlay shu robot, mashina odam o'ziga olmoqchi. Buni nihoyatda yuksak darajada taraqqiy qildirganligini dedi. Andan keyin ashtaq mashina odamni zavod, korxonalarda ishlatish. Har bir odam ishchiga 3 dan 5 kishilik robot to'g'ri keladi deydi. Robotniki sonini ashundaq ko'paytmoqchi ekan bundan keyin zavod, korxonalarda. Shunga nurg'unlagan odamlar qilgan nurg'un ishlarni bundan keyin robotlar qilgan bo'lib ekan. Bu chog'da robotlarning soni millionlab bo'lib ketadi dedi ikkinchisi. Andan keyin uchinchisi ishlab chiqarishni shiddat bilan o'stirish nima? Robot ishlab chiqarishni. Masalan, Kaliforniyaniki Fremont degan shahrida bir Tesla shirkati bor. Men buni shaharda ishlaydim. Nima? Kremniy jilg'asiniki bir qismi bu. U yerda yiliga 1 million robot ishlab chiqarishni amalga oshirmoqchi ekan. Andan keyin Texas shtatiniki Giga degan zavodida 10 million ishlab chiqarmoqchi ekan. Andan keyin yana Marsning ustiga, bizniki qo'shnimiz planeta Marsning ustida maxsus robotlar bilan ishlaydigan zavod qurib, u yerga 100 millionlagan robotni chiqib shu yerda zavod qurish bu planni qildi. To'rtinchisi sog'lomlik sohasidagi yangi inqilob. Bu nima degan chog'da hozir Elon Musk Optimus degan bir xil robotni yasayotdi. Bu robot kasal ko'radi ekan. Sizniki mijozingiz yo'qolib qolsa, sizni tekshirib, nima kasalligingiz, qanday darajasiz bo'lganligini deb beradigan, kasal davolaydigan robot. Bu Optimus degani shu uydagi ishlaydigan robotning o'zi deb tushunmayman men. Bularimiz bir robot. U ham shunaqa tozalik boshqalarni qilib, ham doktorlik qila oladigan. Endi 5-inchisi, shu Optimus degan robot operatsiya qila ekan, kasallik odamlarni operatsiya qila ekan. Operatsiya qilsa odam doktordan ko'p yosh qiladi deydi. 6-inchisi shundoq sun'iy aql va sun'iy aql uskunalari Optimus va sun'iy aql orqali kambag'allikni yo'q qilish. Kambag'allikni yo'q qilish buni menimcha Amerikaga qaratgan deb o'ylayman. Keyincha dunyoga yuzlanishi mumkin. Andaki 7-inchisi jinoiy ishlarni to'sish. Endi uyingizda Optimus degan robot uyingizda bor bo'lsa,
bu Optimus degan robot uyga o'g'riq kirgan va boshqa ishlar kirgan askar odamlarni to'sa oladi ekan. Hatta bu boshqa jinoiy ishlarni oldini olish jihatimi zo'r ilgirlash bo'ldi ekan. Anından keyin 8-si mush ishlar amalga oshsa, iqtisod 10 asla 100 aslab o'sdi ekan bundan keyin. Buniki cheki yo'q deydi, yuqori cheki yo'q. Buni qancha qilsa qila olamiz deb shonaydi. Mana Elon Muskniki degan 8 narsasi dunyo mashinaga qarab yuzinyotdi. Hozir Amerikaniki ba'zi shaharlarda shofersiz taksilar ishga tushib bo'ldi. Bu ishlar bundan keyin kengaymoqchi. Tadrijiy holda Elon Musk mana shu Tesla mashinalarini hammasini ham o'ziniki egisini to'shiydigan aniki kunduzi ishlatmagan vaqtida, masalan, siz bir jirahiyaga ish qilib olsangiz, 1 soatlik mashinangizni haydab ishga berib olib, undan keyin mashinangizni taksilik qilishga sepib qo'ysiz, mashinangiz pul topadi, kash kishilik. Siz ishni tushgan chog'da qishingiz kelgan sizga ev oladi. Ash orqali yo'llarda minayotgan mashinaning sonlarini zo'r darajada azaytish buni ko'zlayotdi. Ish qilib dunyo bir ajoyib bir yerga qarab ketyapti hozir. Shunga sizlarga men qisqacha qo'ydim. 13-si 2 kun oldida Blue Origin degan shirkat New Glenn degan bir raketani osmonga etib, uniki birinchi bo'ligi asosli osmonga ishtirib chiqaradigan bo'lgini salomat yerga tushirib oldi. Buni burun Elon Musk qilgan. Hozir endi Blue Origin hozir buni muvaffaqiyatli qildi. Blue Origin gapini o'tgan safar ozroq qilib bergan masalaga. Men soqollarimni tushirib shu xizmat qilman deb ikki yilda kurashib kamay qolgan shirkat shu. Mana ko'rib qo'yinglar. Raketa osmonga chiqadigan narsani chiqarib olib qaytib tushgan raketa. Hozir raketani qayta ishlatish jihatda shirkat 2 bo'ldi. Aslida SpaceX qilayotgan, Elon Musk bundan qilg'ili uzun bo'ldi. Elon Musk ko'p sinov qilib, ko'p muvaffaqiyat qozondi. Mag'lub bo'lib, nurg'un mag'lub bo'lib. Elon Musk buni tez surat qilyotdi. Blue Origin'niki uyg'urchasi ko'k manba, origin degan manba, bir narsaniki paydo bo'lish manbasi degandek. Masalan, kainotniki manbasi, kainot qanday paydo bo'lgan degan o'xshash. Origin deganiki ma'nosi shu. Blue Origin degani ko'k manba degan gap. Ko'k manba degan shirkatniki bu qatim qo'yib bergan raketasining ismi New Glenn. New degan yangi degan gap, Glenn degan. Glenn degan aslida bu qatim NASA uchun vazifa o'tadi bu. NASA'niki nimani Marsniki magnetlik muhitini tekshirish bir alam uçqurini Marsga öğretadigan şu işini qilgan yaqinda NASA şu alam uçqurini Blue Origin'niki raketasi osmonga olib qo'yib qaytib keldi bu raketa qaytib keldi. Bu qatim bo'g'ashi shu. Ana bu yerda bu yangi Glenn degan buniki bir ma'nosi bor. Buni to'g'ri maqtamma deb qo'ydim. Bu qatim maaş nayeti muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin Elon Musk o'ziniki Twitter'sidagi uchur yozib, nimani Blue Origin degan shirkatni tabrikladi. Bu ikkisi raqobatchi bo'lg'achqa Elon Musk bilan Blue Origin'niki qurg'uvchisi Jeff Bezos ikkisi raqobatchi bo'lg'achqa burun anchalar bir-birini tabriklab ketmayotgandik. Vaqtim Elon Muskni qizg'in tabriklabdi. Shunga bu bir yangilik. Bu ishkalan amaliyotda raqobatlashyotdi. Mendiki New Glenn, yangi Glenn degan narsa aslida bir odamniki yangi degan Glenn degan bir odamning ismi, John Glenn degan odamning ismi. Bu odam Amerikadagi tunji davr tunji qatim Amerika tunji qatim yer shariniki orbitasida uchgan Amerikalik.
Onun uçuşu o aslında 1962 yılı yer şarının orbitasida uçup diken 1962 yılı John Glenn degan adam. Friendship 7 dostluk yette degan olam mashhurda. Shu adamning ismini ishlatib, Marag'ga ism qo'ygan, New Glenn deb, Yangi Glenn deb. Bundan boshqa Blue Origin'dagi New Glenn'dan boshqa yana bir raketasi bor, uning ismi New Shepard. Bu yoki New degan gap, yangi degan gap, Shepard deganmi bir odamning ismi, Alan Shepardniki familiyasi endi. Bu odam tunji qitim olam boshliqiga chiqqan amerikalik. U 1961 yılı 5. ayının 5. günü olam boshliqiga chiqib ekan. Shu do'stlik yetta degan olam ushquri bilan. Andan keyin oyga chiqqan 5. adam. Apollo 14 degan 14. nomerlik Apollo'da 1971 yılı oyga chiqqan adam, 5. adam. Şuna bu Blue Origin degan şirket ikki raketasının ismini muştaq ikki adamning ismi bilan qo'ygan. Yangi Shepard, Yangi Glenn deb buni qisqacha deb qo'ydim. Şuna bu Blue Origin'un aytdi tez taraqqiyoti bu sohada o'tgan sizlarga bir qism ishlarni planlarini deb berdim. Aytdi insonlarni hayajon solgan ishlar bo'lyapti hozir. Endi bugun so'rayotgan 3-chi mazmun Xitoy haqida. Yaxshi xabarlar yo'q. Hozir bo'layotgan ishlar odamniki intayin kishini ümidsizlantirgan, ko'nglini g'ash qilgan. Biz Uyg'urlar biroz bildigan ishlarni yuz beryapti. Buniki birisi men o'tganda Amerika bilan Xitoy bir qism kelishimlarni tuzganligini, bir qism yengilliklarni bo'lganligini aytgan. Uning ichidagi bir narsa tuzgan kelishimlarniki birisi bu yıl 11. 12. ve kelar yıl 1. ay 3 ayın içinde Xitoy Amerikadan 12 milyon tonna maş setib olmoqchi bo'lgan. Maş setib olmoqchi bo'lgan, lekin bu ish to'xtab qoldi yaqinda. Bu ish bo'lmaydi. Yüzlemepti hech qanday. Endi Xitoy biroz va'dasidan yenilmoqti hozir. Shunga buni sizlarga deb keldim men. Xitoy o'ziniki va'dasida turmaydigan bir davlat. O'tganda Amerika bek tez xo'shib ketgan bo'libmi Trump. Ajoyib cho'ng natijalarni qo'lga keltiryapti deb. Dunyo Xitoyni tushunmayotdi. Menda bir cho'ng andisha bor. Dunyo Xitoyni tushunmaylamkin, oxiri Xitoy o'tirib qo'ydigandek lamkin. Men bu qatim Yevropalarga berib keldim, o'zimniki kuzatishiga asoslangan chog'da Xitoyni tushunmay, Xitoyniki damiga tushib ketyapti bu dunyo. Amerika shu 12 milyon tonlik mashinaki ishimi suv chizishibdi hozir. Undan boshqa 10. ayning 9. kuni Xitoy kam uchraydigan mineral material, metallarni kontrol qilish to'g'riliq bir siyosatni o'tirib chiqargan. Buningga Amerikaning aytib qattiq norozilik bildirib, Xitoyga qarshi yangi bir qism tadbirlarni qo'llangan. Undan keyin 10. ayning 30. kuni bu ikkisi yeni kelishib, bu bir-birini jazolaydigan ishlarni vaqtincha to'xtatib turib, bu kam uchraydigan metallarni Amerikaga chiqarishni cheklash ishini bekor qilib ishlashlar yuz bergandi. Lekin yaqinda shu necha kunning oldida Xitoy yana Amerikaniki harbiy uskunlari, harbiy qurollariga ishlatiladigan kam uchraydigan metallarni cheklash siyosatini yana qaytadan o'tirib chiqardi. Demak, 10. ayning 30. kunidagi kelishim 10 kunga bormay turib, hozir bu ishlar yana buzilish boshladi. 10-15 kunga bormay turib. Demak, Xitoy yana bu ishda va'dasi tutmay, yana Amerikaniki qalbqa dopsiga jigdi selib, o'yin o'ynayotdi. Buning qarta Amerika endi qanday tadbir qo'llanmaydi. Buni Xitoy qayta takrorlab kelyapti. Kelishim tuzadi, imzo qo'yadi, bir mazgil o'tgan ijro qilmaydi. Amerika so'raydi, nima ijro qilmaysan desa, yeni suhbatlashaylik, yeni kelishim tuzaylik deydi. Mushtaq bu ishni davomlashtirib, vaqtni o'tkazib, hozirgi Xitoyniki maqsadi Trump huquqdan tushib bo'luvchilik ishlarni davomlashtirib, oxirida yana Amerikani yengish.
mushtaq bir taktik qo'llanayotdi deb tushunaman. Hozir shu kam uchraydigan metallarniki 70%dan 90%gacha bo'lgan miqdori Xitoydan chiqar ekan. Shundoq darajada Xitoyga yunib qolgan bu dunyo. Shunga Amerika buning dardini tortyapti. Yana bir xabar Xitoy haqida. 5 noyabr kuni Xitoy o'ziniki 3-chi aeroplan to'shig'ichi parxodini suv soldi. Buning ismi Fujian degan parxod. Bu parxodniki egirligi 80 ming ton ekan. 80 ming tonlik parxod. Bu parxod 60 aeroplanni epmangalaydi ekan. Xitoylarniki J-35 degan aeroplandan 60 ni epmangalaydi ekan. Xitoylar bunga nihoyatda cho'ng dag'du qo'yapti. Ashtaxta hozir Xitoyniki aeroplan to'shig'ichi parxodining soni 3 bo'libdi. Amerikaniki 12si bor. Xitoylar tez taraqqiyot etdi bu sohada. Yana bir xabar, o'tgan yil Xitoy butun dunyoda ishlab chiqarilgan parxodlarning 57%ni ishlab chiqaribdi 2024-yili. Jami 1286 parxod ishlab chiqaribdi. Buning bilan silashtirgan chaqda Amerika shu soda to'shig'ichi parxodlardan aran 5 ni ishlab chiqaribdi. Ondan keyin harbiy parxoddan aran 4 ni ishlab chiqaribdi. Jami 9. Xitoy 1286, Amerika aran 9 parxod. Men farqni ko'rib farqqa diqqat qilsam bo'ladi. Hozir mushundoq cho'ng farqlar bo'lyapti. Xitoy dunyodagi farqning 57%ni chiqadi degan gap, qancha pul topdi farq yasab degan gap bor. Biz turib u yerdan olaymiz, Xitoydan pul tuyab ketdi, u bo'lib ketdi deb maoshlarni ko'rsa odam Xitoyniki pul tuyab ketadigandak emas. Nariga qarasa Xitoy pul topayotgandek ko'rindi endi. Farq so'disidagi sanmi odamni cho'chitdi buni chiqib aytgan chog'da. Butun dunyoniki farqining 57%ni Xitoylar chiqarib etibdi hozir. Hozir yaqinqi ba'zi analizchilar ba'zi bir ko'z qarashlarni o'tirib qo'yadi. U nima degan chog'da Amerika texnologiya jihatda, yuqori texnologiya jihatda dunyoning eng oldida, bu jihatda intan kuchli kompyuter sohasida mashinoq. Masalan, Amerikaniki kompyuter kuchi dunyoniki 75%ni egallaydi ekan. Kompyuterdagi hisoblash kuchi Xitoyning esa 15%. Bu jihatda Amerika nihoyat oldida. Lekin hozir Xitoy yumshoq detal va sun'iy aql mush jihatda Amerikani intayin tez qo'llab kelyapti hozir. Ashta boshqa bu hardware deymiz endi, qattiq texnologiya, moddiy texnologiya bu jihatda Amerika oldida bo'lsa-mu, sun'iy aql va yumshoq detal bu jihatlarda Xitoy nihoyat tez qo'llab kelyapti. Amerikaning oldida o'tib ketish mumkin degan andishlar o'tirish qilyapti hozir. Hozir shu dunyoda e'lon qilinayotgan ilmiy maqola, sun'iy aql sohasidagi ilmiy maqolalarniki 30% Xitoydan chiqib ketibdi hozir. Amerikadan chiqayotgani 18% ekan. Demak, bu jihatda hozir Xitoy Amerikadan oldin o'tib qolibdi. Shu sun'iy aql haqidagi ilmiy maqola, ilmiy tadqiqot sohasida. Mana shu ishlar yuz berib turibdi. Dunyo Xitoyni tushunib bo'lg'uchadek boshqa ishlar yuz berdigandeklar menga shunaqa bir tuyg'u beryapti menda. Yaqinda bir ish yuz berdi. 11 kuni Xitoyniki Osakadagi konsulxonasiniki konsuli Shuejian degan Xitoy nimeniki Yaponiyaniki hozirgi bosh ministri Sanae Takaichi xonimga tahdid soldi. Yaqinda bu Sanae Takaichi xonim Amerikaniki hozirgi bosh ministri agar Tayvanda masala tug'ilsa, u Yaponiyada masala tug'ilgan bo'ladi. Biz chuqur bu ishga qurolliq aralashmasak bo'lmaydi degandek gapni qilgan. Mana Shuejian degan Xitoy shuning qarta bundaq bu nima?
Şöйjian degan Xitoy 10 ayning 22 kuni Amerikaniki urush sekretari yoki davlat mudofaa ministri Heksen haqidami o'xshash gapni deb ekandik. Hekses haqida, Pit Hekses haqida. Uninkini mo işte kalısını evitiş doğruluk. Şu Hekses mi şu Tayvan denizli haqida, Tayvan denizinin qo'g'dash haqida azroq yaqqan vaqtida shu gapni deb ekan. Hozir endi AISH bilan mashim o'tirib chiqib, bu ishlar dunyoda nihoyatda cho'ng g'ulg'ul qo'zg'avyotdi. Ishqilib Xitoy yenilan popoz qilyotdi butun dunyoga, Amerikaga, Yaponiyaga degandek. Hozir endi Amerika, Yaponiya, Tayvan uchiniki birlashib ish yapirish jihatidagi hamkorligi nihoyatda tez kuchayib menyapti hozir. Lekin bunday ishlar o'tirib chiqyapti. Bugun so'ragan 4-mazmun Amerika haqida. Bu mu bir nihoyatda ko'ngilsiz bir xabar. 11-sila Amerikaniki Fox News degan media shirkatiniki muxbiri Laura Ingraham degan xonim Prezident Trump bilan bir suhbat o'tkazgan. O'tkazib shu suhbatda Trump hozir Oqsaroyniki sharqiy qanotiga, sharq tarafiga bir cho'ng ziyofat zali sevatidi. Shu to'g'riliq savol so'ragan. Bu zalga ketadigan pul 250 million bilan 300 million atrofida ekan. Bu pulni Amerika hukumatidan chiqarmay, buni Trump shaxsiy yo'ldan hal qilgan pul bilan yasayotdi buni. Buni Amerikada ashtax bir davlat rahbarlari kelsa, ularga ziyofat beradigan zal yo'q. Har qatim davlat rahbarlari kelsa, Oqsaroyning qashidagi o'tliqqa lat uy tikib, raq uy tikib, shu raq uyda ziyofat o'tkazib, ondan keyin ular ketgandan keyin bu uylarni chug'itib yana ashtax qilib kelgan hozir. Trump hozir shu yerga bir rasmiy, nihoyatda zamonaviy bir ziyofat zali salaman deb bu ishni boshladi. U yerniki yenini chiqib, yerlarni qo'llab degandek. Buni bir qism odamlar nihoyatda qo'llayapti, bir qism odamlar buni qarshi. Bulupmu Amerikaniki demokratchilari buni qarshi endi. Vaqtim shu savolni mushaqda Laura xonim Trumpdan savol so'raganda Trump unga javoban bu bak zarur. Masalan, agarda Xitoy prezidenti Xi Jinping Amerikaga kelib qolsa, biz uni kutadigan yer yo'q deb Xi Jinpingni tilga oldi bu yerda. Trumpning qolisida bu Xi Jinpingniki tutgan o'rni intayin muhim ekan. Laura xonimniki so'ragan savolga boshqa hech kim tilga olmay Xi Jinping tilga oldi bu yerda. Men naq maydon ko'rdim buni. Odamniki ko'ngli intayin yerim bo'ladi bu gaplarni anglasa. Bu Amerika nima bo'lib ketib bordi, Trump nima bo'lib ketib bordi deb. Ondan keyin shu qatimki suhbat jarayonida yana bu Laura xonim Trumpdan bu Xitoy Amerikadan shunchalik foydalanib ketib bordi, o'g'irlaydi, uni qildi, buni qildi. Ashtax to'simi yana sen ashtax Xitoyni shunday cho'ng bilamsan deganroq gapni so'rasa, Fransiya Xitoydan yaxshiroq emas. Fransiya ham Amerikani shunchalik bo'za qilib, Amerikadan foydalanib keldi deb Fransiyani tushiryapti dedi. Fransiyani Amerikacha nima? Xitoycha ko'mayapti dedi shu suhbat jarayonida. Men cho'chib ketdim bu gapni anglab. Nima bo'lib ketib bordi bu dunyoda? Yaqinda Amerikaniki davlat mudofaa ministri yoki urush sekretari Hexesmo nihoyat Xitoyni maqtab ketdi. Bir qatim Xitoyga borgandan keyin, berib kelgandan keyin. Bular doriya oldimi, bularga dori yetkazibdimi deb o'ylab qoldi odam. Ajoyib. Odam bu ishlarni ko'rsa, bu dunyo Xitoyga taqabul tura olmaydi ekan. Axiri dunyodagi hukmronlik o'rnini Xitoyga quturib qo'yadigan o'xshaydi degan ashtax reset kelib qoldi ekan. Ishqilib, men bu ishlarni anglagandan keyin mediadan saskinib ketdim biroz. Sizlarga shu videoni ishlayman deb yana bir qism narsalarni ko'rsam bo'lmaydi. Lekin odamga biroz rohat beradigan ish bo'lmaydi yaqinda ancha. Meni ko'nglim shuncha qashib ketdi necha kun. Ajoyib bu dunyo nega ketyapti deb. Biz Uyg'urlar nerede qoldik hozir?
degandek. Bu xabarlar ancha yaxshi xabar emas, lekin bu ishlar yaqin yuz bergan cho'nroq ishlarmi shu mening ko'nglimda boshqa deyishga majbur bo'ldim. Bir qism qarindoshlar bizni ümidsizlantirgan gaplarni qilmasangiz bo'ldi deydi endi. Men sizlarga ish gaplik xabarlarni xulosalab berayotgan bo'lg'achqa nim bo'lsa shuni deyishga majbur. Qozonda nim bo'lsa shu chiqadi endi. Boshqa to'g'ri tushuninglar. Yaqında Amerikada yana bir cho'ng ish yuz berdi. U nima desanglar, Amerika hukumatinikiga taqilib ketishi. 10-oyniki birinchi kuni Amerikaniki Cumhuriyetçi Republik Partiyasi bilan Demokratik Partiyalarniki davlat hamchoti haqida kelishilmasligi tufaylidan Amerikaniki hukumati taqilib ketdi. Taqilib ketib, Amerika hukumatida ishlaydigan 800 ming odam maoshsiz qolib qoldi. Maoshsiz qolib qolib, nurg'un odamlar ishga kelmadi, maosh chiqmagan ekan. Ashundan Amerikadan xili cho'ng bir qalamqanchiq yuz berdi 43 kun. Yuz berdi kuniga 7 mingdak aeroplanlarmi uchishdan to'xtab ketdi. Yo'lovchi aeroplanlar masalanga. Ashta qilib, mening bozaq ishlarim bor, shuning qilgan telefon qilib, bu telefonga qaytib kirmay, qarshilab ishlagan odam yo'q. Ish qilib xili jiq ta'sir etdi. 800 ming odamniki kirimiga ta'sir etdi degan gap edi. Ashta yuz berib, ashta yuz bergan. Mushu 43 kun jarayonida Amerikaga 11 milliard dollarlik ziyon bo'ldi. Ziyon bo'lib yuz berganda yaqinda bu Republiklar bilan Demokratchilar kelishib, kelar yil 1-oyniki 30-kungachilik hukumatni davom ochadiganga ashta kelishib, hukumat qaytadan ochildi. Bu bir nayti cho'ng xabar bo'lib ketdi. Dunyoda ihtimosdan olgan bo'lishingiz mumkin. Ikki partiyaniki kelishilmasligi sababidan Amerikada hukumat taqilib ketgan ishlar bo'lyotdi. Hozir endi biroz normallashdi bu ishlar. Shuni buni sizlarga bir deb qo'ydim. Shunday qilib, bugun deydigan mazmunlar shundan oxirlashdi. Ko'ngilsiz xabarlar ko'p, kechiringlar, menga iloji yo'q. Agar xushallik xabarlarni topa olsam, qat'iy arib qo'ymaslik qilishiman endi. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bunu da misaklar qatım ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr, xush, Allohga omonat.